26 kun deganda Shvetsariyaning Alp tog'lari o'rtasidagi Lautenbrunnen vodiysiga yetib keldik. Ushbu Lautenbrunnen vodiysi dunyoning eng go'zal vodiylari qatoriga kiritilgan va bu yerda o'rtoqlar 72 ta sharshara bor va ular tog'larning ichidan otilib chiqadi. Shvetsariyada odamlar 3 xil tilda gaplashadi: ingliz, fransuz hamda nemis tillarida va bugun sizlarga ortiqcha gapirmagan holda Shvetsariyaning go'zalligini ko'rsatishga harakat qilamiz. O'rtoqlar, Lautenbrunnenni odamlar kelib, dam olib, tepaga sharsharani ko'rgan chiqadigan va suv ichadigan joyga yetib keldik. Kelinglar, sizlarga ko'rsatamiz. Sorry. Bu yerda haqiqiy tabiiy Shvetsariyani sirlarini, suvlarini ichsanglar bo'ladi. Endi sir Shvetsariyaniki, lekin suvi bilmadim. Mana bu yerda bo'lsa o'rtoqlar, hamma kelib suratga tushadi aynan shu sharshara va tog' bag'rida. Endi kelinglar, sizlarga suvni ko'rsatamiz. Buloq suvi. Bu buloq suvi deyilar ekan, ya'ni sharsharadan yuqoridan tushadi va odamlar shuni bemalol olib ichib ketishlari mumkin va shuni aytib o'tish kerakki, Shvetsariyada suvi qadri juda ham yuqori ekan. Suvni qadrlash kerak. Demak, o'rtoqlar, mana hozir suvni olib ichib tatib ko'ramiz. Bismillahirrohmanirrohim. Yetadi. Bismillah. O'zbekiston suvi bilan bir xil. Shu paytgacha nechta shahardan, nechta davlatdan o'tdik, lekin birorta suv O'zbekistonimizning suviga o'xshamagandi. Mana haqiqiy tabiiy suv, buloq suvi, filtrlanmagan, hech qanaqa filtrlarsiz o'zimizning O'zbekiston suvi bilan bir xil, birga bir. Kelib ichib ko'rishga arziydi. O'rtoqlar, juda ajoyib joy ko'rdik. Ya'ni bu yerda hamma turistlar kelib, aynan mana shu zinalar orqali chiqib, Lautenbrunnen yozuvi ostida o'tirar ekanda, mana shu yerda ana shu atmosferada suratga tushishar ekan.
Hozir bizni juda katta surpriz kutyapti. Nimaga deganda biz hozir parkovkadan chiqishimiz kerak. Xo'sh, Shveysariyada tog'larni o'rtasidagi turizm rivojlangan joydagi parkovka narxi nech pul bo'ladi? Bu hozir bizni yo davleniyamizni oshirib yuboradi yoki xursand qiladi. Hozir birgalikda ko'ramiz, aplata qilamiz. Ketdik. O'rtoqlar, hozir biz ikkita narsani tekshiramiz. Yeah. Where to go there? How to go there? Our there has at the stairs. Yes. Thank you. It's not far. Okay. O'rtoqlar, hozir ikkita narsani tekshiramiz. Birinchisi, Ipak yo'li bankining imkoniyatlari viza kartasi Shveysariyada ishlaydimi? Ikkinchisi, Shveysariyada parkovka narxi qanaqa? Xo'p, tekshiramiz hozir o'rtoqlar, qani. Bismillahirrohmanirrohim. Qabul qildi. 10 frank bo'pti. Juda zo'r narx. 10 frank degani karta ishladi. Pulni yetyapti. Mana, yechildi. Approved. Xo'p, chekimizni qaytarib berdi. Narx zo'r. 10 frank. Juda ajoyib. Xursand qildi. Ya'ni $15. Endi mashinamizni olib chiqsak bo'ladi. Shlagbaum ochildi. Va bizda imkoniyatlar viza kartamiz albatta o'rtoqlar Shveysariyada ham ishladi. Bu kartachi o'rtoqlar. Shveysariyada nima bo'pti? Marsda ham ishlaydi. 100% javob beraman. Marsga borib, Marsda terminal ochilsa, bu karta ishlaydi. Chunki bu Ipak yo'li bankining imkoniyatlar viza kartasi. Parking zonaga biz $20 to'lab kirdik. Hamma ham kelavermas ekan, takoy mamda sharshara bor deb aytishdi. Qani ko'ramiz, manzarasini rosa wonderful deb maqtashdi. Hozir ko'ramiz endi $20 ga arziydimi yo'qmi manzaramiz. Hozir sharsharaga kelib qoldik, ovozi kelishni boshladi. O'rtoqlar, biz hozir juda uzoq yurib Gesbech Waterfallga keldik, ya'ni Gesbech sharsharasiga hozir biroz vaqt qoldi, yana 1 daqiqadan keyin o'zingizlar ko'rib guvohi bo'lasizlar. Biz esa sizlarga ko'rsatgani mana shunaqa qiyinchiliklardan o'tib chiqyapmiz. Odam charchadi, albatta. Har bir yillarga prям masjidga kelib dam olishi va bunaqa toza havodan to'yib nafas olishi tilab qolaman. O'rtoqlar, biz manzilga yetib keldik. Gesbech Waterfall in Switzerland. Mana u. Mana. Voy. Go'zalligini qaranglar. Mazza qilib nafas olish kerak. O'rtoqlar, shu go'zallikni sizlar bilan bo'lishkim keldi. Qaranglar. Sharshara mana bunaqasiga tusharganda qatga borib quyilyapti. Sharshara juda ajoyib, ta'rifga til ojiz. Ana endi o'rtoqlar, sharsharani pastga quyilish nuqtasiga tushishga harakat qilamiz va imkon bo'lsa sizlarga ham ko'rsatamiz. Ketdik. O'rmondagi yo'l belgilariga qaraganda biz mana shu yerga, mana shu manzaraga hozir tushamiz va biz bu yoqqa, pastlikqa qarab yurishimiz kerak. Kiyimimiz qo'l bo'lsa bo'lsin, mayli, lekin kontent zo'r bo'lsin. Betga bir marta kelamiz va bir marta kelganimiz uchun aynan waterfallga tagiga kirishga harakat qilamiz. Sovuq bo'lsa kerak, yuringlar. O'rtoqlar, tabiat qaranglar. O'rtoqlar, men bunaqa manzarani birinchi marta ko'rishim, Allohning mo'jizasini qaranglar.
O'rtoqlar, bugun Shveysariya bo'ylab sayohat qilib, Allohning go'zalliklaridan bahra oldik, tabiatni ko'rdik va bu albatta lol qoldiradigan darajada. Va shuni aytmoqchimanki, Allohga oson. Alloh xohlasa hamma narsa bo'ladi bir zumda. Biz bu loyihani Allohga tavakkal qilgan holda boshlaganmiz, o'rtoqlar. Mana ko'rib turibsizlarki, biz Shveysariyadamiz. Shu bilan bugungi bizni Shveysariyaga bo'lgan sayohatimiz o'z yakuniga yetdi va keyingi manzilimiz bu Italiya. Sizlar bilan Italiyada ko'rishamiz.